Assalomu alaykum, hurmatli Otabek Toshpo'latov YouTube kanali kuzatuvchilari, hurmatli obunachilarimiz. Bugun 2025-yilning 24-iyun sanasida seshanba kunida biz yana parvarish qilayotgan, boqayotgan sog'liqlarimizni, ya'ni sog'liq qo'ylarimizni demak bir video qilib qo'yaylik dedik. Qo'ylarimizni yemga tashlaganimizga rosa 2 oy to'ldi. Aprel oyini 20-sanasidan keyin demak boladan ayrilgan qarri qo'ylarni olib demak yemlashga tashlaganmiz. Xo'p, ishtahasini ko'rib turibsiz. 4-5 ta ichida bolachalari ham bor. Nima yeyapti degan demak obunachilarimiz uchun ayni vaqtda bular demak bug'doy yorma, demak hamda arpa yorma va kepak, shu uchalasini aralashmasini mazza qilib tanovul qilyapti. Ko'rib turganingizdek, qo'ylarimizni ishtahasi juda ham zo'r, badanlari ham anchagina to'lishib qoldi. 2 oyda anchagina o'ziga kelib qoldi. Demak, bolachalari ham, qo'zilari ham onalariga qo'shilib, xo'p, ular qatorida demak ham onalarini yemayapti, ham yem yeyapti. Xullas, o'zgarish yomon emas. Yaxshi, Allohga behisob shukr. Demak, qo'ylarimizni soni hozircha 25 ta qoldi. Demak, sizlarga bitta narsani aytib o'tmoqchimanki, bug'doy yormani o'zini berishni tavsiya qilmaymiz. Sababiki biz bitta qo'yimizni faqatgina bug'doy yormani o'zini berish evaziga demak damlatib qo'ydik. Dam bo'lib qolgan qo'yni eng zo'r davosi bu pichoq. Mazza qilib oila a'zolaringiz bilan go'shtini iste'mol qilar ekansiz xolos. Uni ko'ngliga qarayman deb doktor chaqirib ukol dori qilaman degunizcha eng zo'r variant o'sha ekan. Mana yem yeyishni xohlamaganlari beda yoki dag'al xashak tashlab qo'yganmiz. Qo'zichalari kirib olib mazza qilib yeyapti. Mana sizlarga qay darajada ko'rinyapti bilmadim. Xudo xohlasa bizdan shunaqangi gaplar azizlar. Hozir 2 oy bo'ldi, yana 1 oy boqish niyatimiz bor desam, Qashqadaryolik qassob akalarimiz hali ham kecha bir 2-3 kun oldin aytishyaptiki, "Hoji aka, borib qo'ylarni olib kelsak bo'laveradimi?" deydi. Bizni hali bularning ishtahasini zo'rligini ko'rib, hali boqish niyatimiz bor. Shunga inshaalloh hali imkoniyatimiz boricha bir yemlab turaylik aka, o'zimiz chaqiramiz dedik. Xudo xohlasa qo'ylarimizni ko'rib turganingizdek badanlari juda ham yaxshi. Bir martagina o'sha ichki va tashqi parazitlariga qarshi ivermektinmi qanaqadir ukolni urib qo'ydik 2 grammdan har biriga. Bolachalariga urmatiga adashmasam. Lekin imkon boricha harakat qilamiz. Har hafta shanba yoki yakshanba kunida bir marta shu cho'miltirib olishga harakat qilyapmiz. Cho'milish ham hovuzga otamiz. 1 daqiqa, 2 daqiqadan keyin o'zi imkoniyatini topib chiqib ketadi. Shu 1-2 daqiqalik suvda turishini o'zi ham badanni ancha toza bo'lishiga hamda et olishiga demak sabab bo'lar ekanda, imkoniyat boricha yozgi kunlarda hech bo'lmasa haftasiga 1 marta demak nima qilishni, cho'miltirib turishni tavsiya qilamiz. Xudo xohlasa qo'ylarimizni holati yomon emas. Oldayda 20-25 kilogrammgacha yuki bor. Bularning ichida bir 3-4 ta egiz tug'iydigan, bitta 3 ta tug'iydigani bor. O'shalarni olib qolamiz degan planimiz bor. Endi bilmadim. Agar hisob kitobiga to'g'ri kelib qolsa, ularni ham berib yuborishimiz mumkin. Mana. Xo'p, avvalgi videolarimda ham aytganman azizlar, qo'zi olib 5-6 oy boqqandan ko'ra uni bozordan masalan 20 ming so'm sovliq qo'yga qaraganda narxi qimmatroq bo'ladi go'shtini. Masalan buni shu kecha kunduzda 100 ming so'm olayotgan bo'lsa, uni 120 ming so'm oladi qo'zini.
qo'zi olib 6 oy boqqandan ko'ra qari sovliq olib demak 3 oy boqib 2 oy boqib pulni tezroq aylantirgan menimcha maqsadga muvofiq bo'lar ekan. Endi o'zini sezoni bo'ladi, qo'chqor boqadigan sezon bo'ladi, qisir sovliq olib boqadigan sezon bo'ladi, qo'zi sezon bo'ladi. Biz lekin ko'proq foydani ana shu qari sovliqda ko'rganday bo'lyapmiz. Ko'rib turganingizdek, boladan ajragan qo'ylar o'zgarishi juda ham zo'r bo'lar ekan. Qo'zini ayirgandan keyin, qo'zi sutdan ayrilgandan keyin sal orqaga ketar ekan, onasi esa naborot olishi yaxshi bo'lar ekan. Mana shunaqa 2 mahal yemini yeydi. Yemi 25 ta qo'yga 25 kilogramm. Buni ichida o'sha 25 kilogrammning ichida qo'zilari ham mazza qilib o'sha yemga onalariga sherik bo'ladi. Demoqchi bo'lganimki, bitta qo'yimiz bir kunda 1 kilo yeyotgani yo'q, 800 gramm, 900 gramm shu atrofda yeyapti. Qo'ylar iste'mol qilayotgan yemlarimizni narxiga to'xtaladigan bo'lsak, 3000 so'm kepak, 3600 so'm arpani yormasi, 3200 so'm bug'doyni yormasi. Shunda 3600 so'm, 6600 so'm hamda 3200 so'm, 9800 so'm bo'ladi. 3 xil yemni, demak, aralashmasi 9800 so'mga to'xtalyapti. Matematikada arifmetik progressiya degan narsa bor, ya'niki shu uchalasini yig'indisini 3 ga bo'ladigan bo'lsak, o'rtacha 3300 so'mga yaqin summa kelib chiqyapti. 3270 so'mmi shuncha. Bir kunda 3300 so'm atrofida yem yeyapti. Xashagini esa dehqonchilik ekanligini evaziga hisoblamaymiz biz. Ertalab yarim soat, 1 soat, kechqurun yarim soat, 1 soat dala-dashda ozroq yediramiz oyoqlarini yoyish maqsadida. Xudo xohlasa 1 oyda 100 ming so'm rasxod bo'lyapti qo'ylarimizga o'rtacha. Har bitta qo'y 1 oyda 100 ming so'mga. Endi boqishni boshlaganimizga 2 oy bo'lgan bo'lsa, o'zini 1 million 300 ming so'mdan ozgina oshib qolgan narxi. Hozirgi kunda esa 2 oy boqilganini evaziga har birini tan narxiga 200 ming so'mdan mingan. Ya'ni qo'ylarimizni shu bugungi bizni kissamizga tushib turgan xarajati 1,5 million so'mdan ozgina oshib qoldi. Hali 1 million 550 mingga borgani yo'q. Bizdan shunaqa gaplar. Alloh taolo chorvachiliklarimizga, dehqonchiliklarimizga, tadbirkorligimizga, chorvachiligimizga qo'yingki, kasbi kamolotimizga barokatini nasib aylasin. Topayotgan rizqimizni halolidan qo'ymasin. Hammalaringizga rahmat, sog' bo'linglar.